Men elektroshoker ko'rganman, lekin elektroshoker kostyumini hech ko'rmagan ekanman. Mana bu elektroshoker odam xullas mana bunaqa ushasa buni, mana bu qo'shiladigan joyi bor. Mana bu qo'shiladigan joyi bor. Mana shu qo'shgandan keyin xullas mana shunaqa ushasang tok uradi xullas. Bu loyihani mana shu bola ana Fazliddin yaratgan. Fazliddin ozgina anaqa bering, qo'shimcha bering loyihangiz haqida. Bu qanaqa nimalarda ishlatiladi o'zi? Qaysi jarayonlarda ishlatiladi? Bu hozirgi loyihamiz elektroshoker kiyim hisoblanadi. Bu elektroshoker bilan integratsiya qilingan, kiyim bilan elektroshoker integratsiya qilingan holatda bu asosan ommaviy tartibsizliklar vaqtida ishlatiladi va xullas ommaviy tartibsizlik vaqtida odamlar davlat organ xodimlarining ishlarini o'sha tartibsizlik qilayotgan odamlarni himoya qilish maqsadida himoyalovchi kiyim hisoblanadi. Xullas kimdir agar davlat o'sha organ xodimini urmoqchi bo'lsa, mana shunda ushasa o'zi tok urib, Albatta, mazasi qochadi. shunday. Xullas mana bu joyda mana bolalar vaqt gapiryapti. Mana bu joyda mana anaqalari bor, simlari bor. Hozir bu qo'shilmagan. Lekin qo'shilgan paytda mana bu qo'shamiz mana. Qo'shgandan keyin mana tok uryapti уже. Necha volt bilan tok uradi? Hozir biz bu yerda 220 volt kuchlanishda mo'ljal qilganmiz. 220 voltga moslangan, lekin buni quvvati bitta lampa quvvati, ya'ni 15 watt quvvat ishlaydi. 220 bo'lsa odam o'ldirib qo'ymaydimi? Quvvat kichikligi hisobiga anaqa beradi. Quvvat kichikligi hisobiga tok urish odamga qattiq zarar yetkazish emas, faqat zararsiz chiqish holatiga olib keladi. Mana shu loyihani o'zimizni qora ko'z bolalar yaratgan, bitta like bosib yuborib qo'yaveradi.